Cobalt'da bordagi akalar zo'r bitta funksiya o'rgatib beraman. Buni ko'proq ayollar kerak bo'ladi yokida baland qilib muzika eshitib yuradiganlar kerak bo'ladi. Qaranglar, bir xil payt mana Powerot ovozini eshityapsizlar. Mana shu narsa nima deydi? Eshitilmay qoladi yoki past eshitilayotganga o'xshaydi. Mana shuni balandroq qilishni o'rgatib beraman. Xo'p, oddiy narsa, lekin qaranglar, buni bitta ezamiz, pastga polni tushamiz, настройка settingga kiramiz. Lekin kerakli narsa keyin oxiriga tushsak, настройка avtomobil turibdi. Bitta kiramizda komfort, удобство. Bitta kirsa, bitta pastda громкость, signali, поворотника bitta kiramizda o'zi обычный turgan bo'ladi, высокийga bitta olib bersa, endi qaranglar. Eshityapsizlar, qanaqangi ovoz balandlashdi. Buni ko'proq ayollarga kerak bo'ladi. Bir xil payt powerot chapga yoqib, qaytarmasa rol tekis ketishaveradi, powerot yonib ketaveradi, esdan chiqib qoladi. Ko'pincha ayollarda shunaqa bo'ladi. To'g'ri bo'lsa kommentariya to'g'ri deb yozib bering ayollar. Shuning uchun mana shuni bitta kirib turib, высокийdan agar oddiy holatga qaytaramiz, обычныйga qilib bersangiz, mana shu ovozi обычный holatda pasayadi. Akalar, videoda Cobalt borlar jo'natib bering. Yana nima kerak bo'lsa, tushunmagan joyingiz bo'lsa, kommentariya yozsangiz, polni tushuntirib beraman.